Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 3 fevral 2026 yil mana. Kechasi bilan yomg'ir yog'di. Allohga berdi, shukr bo'lsin. Mana daraxtlar hammasi yashnab, mana yerlarda o'tlar, giyohlar ko'karib qoldi. Mana dalani bir xabar olib ketaylik. Mana bu yerda demak, itlar nima qilishyapti itlar? Itlar yaxshi. Mana bo'ri bosarlar. Bu ham ovqat yeyaptimi itinga ham? Qaraysizlar, charchamayapsizlarmi? Dalalar zo'rmi? Mana ketdik endi. Mana hozir yomg'ir yog'di, mana Xudo xolisa bu yil suv serob bo'ladi degan niyatdaman. Chunki bahor yaxshi kelyapti mana. Qoram bo'ldi yanvarda, Xudoga shukr. Tolida juda ko'p yog'adi, bizda ozgina yog'sa ham. Mana endi hozir yomg'ir kechadan bilan yaxshigina yog'yapti, Xudoga shukr. Alloh demak bandalariga o'zini ob rahmatini mo'l-ko'l bersa, Xudo xolisa bahor yaxshi kelsa, yozda suv bo'ladi. Bu suv deymiz, qurg'oqchilik deymiz. Bu qanaqa bu? Markaziy Osiyoda qurg'oqchilik, O'zbekistonda qurg'oqchilik bu to'g'ri bor. Bu ekologik hozirgi mana shu katta bir global muammolardan, bizning mintaqaviy muammomizdan bittasi qurg'oqchilik bo'lishi. Lekin qurg'oqchilik bo'lyapti, ekologiya o'zgaryapti deb biza insonlar indamay qarab turganimiz yo'q-da. Biza nima qilyapmiz? Biza mana shu qurg'oqchilikni tezlashishiga, suvsizlikka insonlar katta o'zimizni amallarimizni katta yordam beryapmiz. Bitta misol mana shu ariqqa qarang mana. Mana shu aroni qarang mana. Mana shu fermerni, ikkita fermerni yer. O'rtasidagi yer mana. Hammaga foyda kerak. Lekin mehnat boshqa. Mana shu ariq bu insonlar yashamaydigan tog'i cho'llardagi ariq emas. Mana Yonariq qishlog'i deydigan joydagi fermerlar uyushmasi anta majlisni katta qilishadi, hokimiyatga chaqirib olib. Hammasi qog'ozda. Mana bularni ko'ryapsizmi? Mana ariqlarni. Mana bu yerga to'g'ri suv kelmaydi. Mana bunaqa qilib mana bu hovuzlarga xursandmiz mana. Mana ani kuni ham gapirdim, o'rtog'im hovuz qildi, yerritidan suv chiqardi. O'matga nasos qo'yib suv chiqardi dedik. Bu juda yaxshi. Baliqchilik bilan shug'ullangani ham yaxshi. Chunki baliq ham tanqis bo'lib ketdi-da hozirgi paytda. Chunki insoniyat o'syapti. Odamlar ko'payyapti. Mana ariqlarning ahvoli. İnsanlar ko'paygandan keyin mana o'sha O'zbekistonda 15 million aholi bor paytda biz yoshligimizda o'sha mustaqillikka endi erishishdan oldinroq 15 million aholi bor edi. Payshanba kunlari ribniyden qilardi. Chunki baliq shu darajada ko'pligidan baliqni o'tkazish maqsadida, go'shtni ekonom qilish maqsadida majburiy каждый четверг ribniydendirdi. Каждый четверг ribniy den degani har payshanba kuni stolovoy upaytda endi mana xususiy oshxonalar bo'lmasdi, xususiy taomxonalar bo'lmasdi. U paytda hamma narsa davlatniki bo'lardi, stolovoylar. Mana shu ovqatlantirish shoxobchalari, ovqatlanish korxonalari deyilardi. To'g'ri, qadim-qadimdan bizning Toshkentimiz non shahri, qadim-qadimdan o'sha biz yoshligimizda 80-yillarda Toshkentga kelgan o'sha Rossiyadagi, Ukrainadagi, Belarusdagi o'rtoqlarimiz og'zi ochilib hangimang bo'lib qaytib ketadi. Nimaga sizlarda har qadamda stolovoy, har qadamda bozor bo'ladimi, boshqa bir shaharning boshqa bir obyektlari bo'ladimi, qadamingizda yemakxona, stolovoy edi. Mana shu Qozog'istondan men mashinani перегонять qilib o'tganimda 24 yoshimda o'sha Rossiyani Bisk shahridan, o'sha Altayskiy kraydan mana shu yoqqacha mashinani haydab kelgunimcha Qozog'istonni 3000 kilometr yo'lini bosib o'tganman. Qozog'iston chegarasida 3000 kilometr yo'l bosib o'tganman. Ana o'sha yerdan demak, o'sha nima deydi? Altayskiy kray, Barnaul, Pavlodar, Semipalatinskiy, Taldiqo'rg'on, Ayaguz, Olmata, Qapchag'ay, Olmata, Bronze,
Jambil, Chimkent, Toshkent qilib kelgunimcha-chi, yo'lda umuman ustalavoy, yo'llarning chetlarida bir trassalar chetida bir yemekxona ko'rmaganman. Bu bor gap bu. Bor gap bu. Bizning O'zbekistonda o'sha paytda ham hamma ovqat edi. Bu chunki Allohning nazari tushgan joy deyishadi. Xizr buvami nazarlari tushgan joy deydi Toshkent shahrini. O'shaning uchun Toshkentda, demak Toshkentning donini yegan chumchu Makkadan ham qaytib keladi degan ota-boboz bekorga ketmagan. Toshkent bedarvoza emas degan maqollar bekorga chiqmagan. Mana endi hozir bitta Toshkent emas, butun dunyo bedarvoza bo'lib ketdi hozir endi. Hamma manaqa qilib mana foydalanadi, lekin aro tozalash yo'q. Bu yerga suv qana qilib kelsin. Qani bitta bo't emas-da. Bu ariqqa suv qayerdan keladi? Bu ariqqa suv zovurdan chiqadi. Zovurgilarga suv qayerdan keladi? Damaro degan aro bor. Bundan 300-400 yil oldin qazilgan madaniyat o'sha Yonori qishlog'ini dehqonlarning kuchi bilan. O Damariqqa suv qayerdan keladi? Yanarodan keladi. Bekorga qishloq nomi Yonariq emas. Yanariq, ya'ni Yonariq degani o'sha katta kanal, o'sha Zag'aro daryoni yonidan insonning qo'li bilan sun'iy qazilgan aro bo'lganligi uchun yonma-yon kelib turib, bu yoqqa qirlikka, tepaliklarga ko'tariladi. Bo'tlar ancha baland, bo'tlar qirlar, adirliklar deyiladi bu joylar. Tog'oldi zonalari. Bu adirliklarga katta baland qiya tepalardan o'tib keladi suv. Ana o'sha o'tib qanaqa tepalikka suv oqadi degan xayolinglar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu suvlarni aylanmachoq qilib aylantirib, har bir tepalik bag'ri atrofidan yana orqaga, yana pastlikka qarab pastga, yana tepaga o'sha tog' tarafga qarab. Mana shu masalan bitta suv shu ariq, Damaro yoki bo'lmasa Yanoro 100 metr yurish uchun 1000 metr aylanadi. 100 metr masofani bosib o'tish uchun. Mana shunaqa ota-bobolar bu yerga suv olib kelishgan. Mana shu o'sha yerdan mana shu kelguncha masalan to'g'ridan to'g'ri joy deylik bir 7-8 kilometr bo'lsa, bu bir 50 kilometr aylanib keladi bu arolar. Mana shu 50 kilometr aylanib kelishi uchun bu hamma yoq mana shunaqangi ahvol bo'lib yotibdi. Suv yurmaydi, suv oqib ketadi, urib ketadi tepalarda. Bo'tlar eng oxirgi joyi. Shuning uchun bo'tga suv yetib kelmaydi. Mana sizga fermerlarning foydasi.